Ko'pchilik xalqda tug'ruqni asoratlari shifokor sababli bo'lgan degan fikrda aytadi-da. Shifokor ham inson, shifokor ham bemorga zarar beradigan holatda ishni boshlamaydi. Tug'ruq jarayoni tabiiy fiziologik holat hisoblanadi va tabiiy fiziologik holatni o'z o'rnida, o'z tartibida, o'z holatida o'tishi ma'qul. Lekin bu jarayonni tezlashtirishga, bu jarayonni o'zgartirishga, bu jarayondagi tabiiy o'zgarishlarni qabul qilmasdan shifokorga yoki tug'ruq jarayonidagi ishtirok etayotgan insonga tazyiq o'tkazish orqali bu narsani boshqarishni xohlashadi-da. Bachadon va homila va porloq kuchi bor. Bachadon qanchalik darajada tayyor bo'layotgan bo'lsa, homilani harakati va bachadonni holati o'zgarishi sababli tug'ruq jarayoni yuzaga keladi. Va bu jarayon ma'lum bir programma asosida programmalashtirilgan bo'ladi. Uni o'zini davrlari bo'ladi, uni o'zini vaqti bo'ladi va uni o'zini holati bo'ladi-da. Lekin bizani qizlarimiz yoki ayollarimiz tug'ruqda dard belgilari qanaqangidir yoki birinchi bosqichidagi dard holatlarida kuchli og'riq sababli buni tezlashtirish, o'zgartirishga harakat qilishadi va har xil manipulyatsion jarayonlarni kirishiga sababchi bo'ladi va bu narsa tug'ruqda asoratiga olib keladi. Shifokorni ayblashdan oldin ayol kishi o'ziga savol berishi kerak. Tug'ruqqa men qanaqangi tayyorlandim? Homiladorligim qanaqa o'tdi? Shifokorlar aytganini qildimmi? Qanaqangidir o'zgarishlar bor edimi menda? Va shifokorni boshqarishidan ham ko'ra, shifokor uni boshqarishiga ruxsat berishi kerak tug'ruq jarayonida.